Assalomu alaykum do'stlar, YouTube muxlislari hamda kanalimiz obunachilariga. Ko'rib turganingizdek, seximizda mana bunday holatda gazobloy ishlab chiqarish sexiga kelganmiz do'stlar. Bu seximizda gazobloy hamda gazobloydan tashqari penobloy, qo'yingki penobloydan tashqari stanoklarni ham ishlab chiqariladi do'stlar. Ko'rib turganingizdek, bu seximizda liniyalik hamda avtoreskali qilib tayyorlashgan. Akalarimiz kuniga 300 ta, 350 ta, 400 ta bloy kuyishadi, ekish xotirjam. Nagruska bo'lmasdan. Hamda avtoreskalarimiz ko'rib turganingizdek 20, 30, 60 razmerda xohlagan akalarimiz 15, xohlasa 12 lik qilib zakazlarga qarab razmerlari keltirsa bo'laveradi avtoreskalarda. Bu liniyamizda ko'rib turganingizdek kuyib shu shulkaga kiradi. Hamda shu shulkada 1-2 soatdan so'ng reskalarimizda razmerlarga olib kesilgandan so'ng relslarimiz liniyaga o'tadi bu qatorga. Bu qatorda hamda mana bunday bloylarimiz tayyor holatda tayyor bo'ladi. So'ng qurigandan so'ng mana bunday poddomlarga taklab klientlarga xudo xolasa yetkazish harakatidamiz. Kimgadir shunaqa bloylar ishlab chiqarishga qiziqqan akalarimiz bo'lsa, kimgadir mana shunaqa stanoylar kerak bo'lsa, ko'rib turganingizdek xohlagan akamizga liniyali stanoylar tayyorlab beramiz. Komplekt holatda mana bunday holatda hamma yo'g'ini tayyor qilib qo'yganmiz. Mishalkalarimiz, suv bochkalarimiz do'stlar ko'rib turganingizdek hamda qoliplarimiz. Xohlagan akalarimizga ish boshlashiga 2 ta, 3 ta qolip bilan boshlab, undan so'ng sekin kengaytirib, ko'paytirsa ham bo'laveradi. Qoliplarni mana bunday holat liniyaviy qilib xohlagan akamizga penobloy qoliplari kerak bo'lsa, penobloy stanoklarini komplekt holda tayyorlab qo'yganmiz. Murojaat uchun ekrandagi telefon raqamlarimiz, O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor. Like'ni bosib do'stlar, kanalimizga obuna bo'laverasizlar. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.